Assalomu alaykum aziz buxoroliklar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, vatandoshlar. Xudo xolasa mana bugun yana biz Sitora Maxosa sanatoriyasida xizmat safari bilan kelib, xudo xolasa bu yerda dam olayotgan insonlarga yaxshi kayfiyat, a'lo kayfiyat ulash maqsadida tashrif buyurdik. Sitora Maxosa sanatoriyasi respublikamizdagi eng oldi sanatoriyalardan biri. Chunki bu yerga har gal kelganimizda odam mana shunday to'la bo'ladi. Buni sababi haligi kelayotgan mijozlar bu sanatoriyada qanchalik ko'ngli to'lganligi, rozi ekanligi, shu yerdan shifo topayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Maslahatimiz, kelinglar, maza qilib dam olib, ham sog'ayib ketadigan ajoyib joy Sitora Maxosa. Yurtimiz tinch bo'lsin. Doim mana shunaqa xursandchilik kunlar, yaxshi kunlar bo'laversin. Tanajoninglar sog', umringlar uzoq bo'lsin. Qancha bo'lib uyga shunday bordik, darvozani shunday taqillatib siz bilan keliniz shunday darvozani ochib, uzr kechirasiz, bizga jo'gilar kerak emas deb qo'ysa.